Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz spalniy garnitur reklamasiga yetib kelganmiz, ya'ni Andijonda Bo'ston dahasiga, Andijon shahriga. Qaranglar, bu yerda spalniy tumichkalari, bu yerda televizor pastavkalari bor ekan, yana o'tiradigan qaramayki tumichkasi bor. Bu yerda ya'ni shkaf deymiz biz Andijonda. Shkaf bu yerga ikkitalik qilib berishgan ekan. Ya'ni mehrobni o'rnini polni qoplash uchun. Endi mana shunday kompleksida bitta bo'ladi, sal pastroq bo'ladi, sal kengroq bo'ladi. Shunaqa kompleksini hamma yo'g'i ichida Vodiy Toshkent bo'ylab dastavka qilib bersalar mutlaqo bepul ekan. Narxlar desam vashim hayron qolasizlar. $530. $530 tayyorlab, dastavka qilib o'rnatib berishar ekan. YouTube'ga videolarni tayyorlayapmiz. Faqat bez matras. Matras bo'lib qoladigan bo'lsa $590, $580 atrofida tushar ekan. Matrasni ham arzon qilib qo'yib beramiz deyapti. Qoyil. Bu yerga endi ikkitali bo'lgani uchun va nari tomonda bu bolachalarga detiski ham qilib berishibdi. Shular evaziga narxlar ozgina o'zgargan.